byudjetdan yutgan da. Pul yutgan. Bu ham yangi yo'lga o'xshaydi. Qarang, chetini qarang. Mana chetini qarang, yangi bas. Tashabbusdan yutishgan. Katlo sumakla yutdi-da pastda. Obkanda ham yutgan. Agar qarang, chetini qarang, yangi asfalt. Boqib tashlagan ekan. Qarang, chiroyli. Men boradigan turizm bor ana shunda. O'zimizni qishloq bulan oldiga nima bo'lmas ekan. Sharan o'zidan tabiiy blokqa cho'milish imkoniyati deb hisob nima qilmasa, uni boyagi joylar hovuz qilib alayh tashlaydi. Suvni qarang, ko'pligini. Allab bizni tepaga olib chiqib ketyapti-da yo'l. G'ilonni oxiri Hazrat Sultonotogacha 106 kilometr ekanda. Kitobdan Hazrat Sultonotogacha 106 kilometr texnika boradigan joy. Bu kitobdan buni oxirigacha 70 kilometr ekan. Asbi doktorgacha, Sho'tgacha. Shu oxirigacha ekan, Sho't ko'p. Deylik 75-80 dir, shunaqa deyishdi. Shunaqa deyishdi. Hammasida suv keladi, bu ko'prik bu. Sezasizmi? Allab olib chiqyapti-da. Kishi bilmaslik. Mana bu ham ko'prik. Tepadan yaxshigina suv keladi. Mana soylanchidan yaxshigina suv keladi. Yaxshi sel keladi endi. Qarama pastga qoldi. Ham joyim chiroyli ekan. Daraxt zo'r ekan. Zo'r ekan bizda. Bizda faqat maqtansak bo'lar ekan. Zo'r deb bo'lar ekan. Haqiqatda bitta zo'r ekan. Bilmagan odamga maqtanib bilgandan keyin nima qo'ysak. Birinchi surat bu. Ba'zida ham qishloq bor ekan. Shu bitta mahalla fuqarolari yig'indida endi. Boya aytdik-ku, tuya boshi bir nima dedi ekan. MF'ye var. Pastda Katlos MF'ye, tepasi Tevaboshi MF'ye. Tevaboshi MF'ye de Sumak degan qishloq bor. Tepasini o'qishdi. Xush kelibsiz. Qo'qsor mahalla fuqarolari. Jovuz qishlog'i ekan. Yo'li juda chiroyli ekan.
kilometr yurtgan vaqtimiz